Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, savdogarlar, kanalini hurmatli aziz kuzatuvchilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 19-iyun juma kunida turibmiz. Hammalaringizni juma ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz aziz qadrdonlar. Yuklarimiz mana chiroyli holatda terilayotgan holatlarini sizlar bilan ulashish maqsadida bir video qilyapmiz. Narxlarini ham bir yangilash maqsadida sizlarga ko'rsatib, yoritib boramiz aziz qadrdonlar. Kimga xudo xolasa 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlar zaruriyat bo'lsa, plaramadan chiqqan mahsulotlar, brus, strapel, reyka, shu nimaiki tom yopish uchun material zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 100% tiniq qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida, Marg'ilon shahridan 3 kilometr uzoqlikda joylashgan Langarmetan Zapravka joy bozor mahallasida. Mana telefon nomerlarimizga aloqaga chiqsalaringiz, lokatsiyalarimiz telegramlardan bitirib tashlab beramiz. Chiroyli kuchli takliflarimiz bor sizlarga. Vodiy ichi bo'ylab 12 million, 15 milliondan tepa savdoga Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon, Qo'shtepa, shu Farg'ona viloyati vodiy ichi bo'ylab dastavka 100% mutlaqo bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab, Voha tomonlar bo'ylab, xudo xolasa aloqaga chiqsalaringiz, kesalaringiz yo bo'lmasa masofadan turib aloqaga chiqsalaringiz, aytilgan narxlardan tushib, yo'l kiralarini ham o'rtada turib arzon qilib gaplashib, sizlarga ishlaringizni chiroyli tiniq qilib bitkazib beramiz. Mana chiroyli to'sinlar, saroblar, mana strapilalar, 6 metrlik to'sinlar, mana zo'llari kuzatib boringlar aziz qadrdonlar. Sizlarga narxlari bilan bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Shu videomizni yuqtirmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz jo'natib bersalar, qani ketdik, biz boshladik aziz qadrdonlar. Mana akalar boshladik, bo'lmasam chiroyli to'sinlarimiz terib qo'ydik. 5 metrlik, 4,5, 6 metrlik, 3 metrlik narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir boshidan 6 metrligimizni boshlaydik. Mana aziz qadrdonlar, hamshaharlar, yurtdoshlar, shu videomizni oldidan chiroyli like bosib qo'yinglar. Sizlar likelarimiz uchun eng muhim, qadrli bo'ladi. Biz shu videolarimiz tarqalishiga ancha hissa qo'shgan bo'lasizlar aziz qadrdonlar. Sizlardan shu chiroyli like so'raymiz aziz qadrdonlar. Mehnatlarimiz qo'llab-quvvatlab biz narxlari bilan tanishtirishni boshladik. Bular 6 metrlik to'sinlarimiz mana. Uzunligi 6 metr. Bular 5 metr, 520, 5,5 metrlik joylargacha tushadigan uy to'sin bular. Baquvvat bir donasini 220 ming so'm baho aytib 210 minggacha beryapmiz aziz qadrdonlar. Uzoq yaqindan kuzatib borayotganlarga 200 ming so'mdan hisoblayveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Vodiy ichi bo'ylab 15 milliondan yuqori bo'lgan savdoga bepul bo'ladi. Assortiment savdoga. Voha tomon Toshkent viloyati, Toshkent shaharlariga kelishilgan holatda xudo xolasa mashinalar arzon qilib gaplashib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, tadbirkor akalarimizdan shu vodiy ichi, Voha tomon, Toshkent viloyati, Toshkent shahar tomon ishlovchi akalarimizga maxsus shu video narxini kelishilgan holatda optim foydalanuvchi narxlarda bitirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 6 metrli to'sinlarimiz 200 ming so'mlik holati oxirgi narxi. Xo'p, bularimiz 5 metrli to'sinlarimiz mana o'rtacha holatlaridan boshlaydik. Uzunligi 5 metrli mana juda ham zo'r holat uy to'sin. Bular 4,5 metrlik, 460 joylarga, 420 joylarga tushadigan uy to'sin. Bir donasini 170 mingga doğru sotyapmiz. 160 ming so'mdan hisoblayveramiz bir donasini. Mana chiroyli bir pachka, ikki pachka, xo'p, 3 pachka bor. 160 ming so'm donasi. Yana so'raganlarga padbor, menga eng zo'r to'sin kerak. Ichida ingichkasi bo'lmasligi kerak. Baquvvat bir xilda padbor bo'lishi kerak deydigan akalarimizga maxsus qilib terib qo'ygan to'sinimiz bor. Uzunligi 5 metrlik mana boy to'sin. Bularimiz 200 ming so'mgacha sotyapmiz aziz qadrdonlar. Chiroyli qilib bitirib beramiz mana. 190 ming so'mdan hisoblayveramiz. Boy to'sin, baquvvat 5 metrlik uzuni. Bularimiz mana 160 minglik holati. Atrofiga qaraganda ichida ozma-oz o'ziga qaraganda ingichkarog'i bo'ladi. 5 ta 6 tagacha. Yumgaroqsizi yo'q. Kalta, sinib, qurtegan, chirigan bo'lsa 100% o'zimizda qoladi. Faqat atrofiga qaraganda
ichidan ingichkarog'i bo'ladi aziz qadrdonlar. Hamma to'sinlarimiz 4,5 metrlik to'sinimiz ham, 4 metrlik to'sinimiz ham. Hop, bularimiz 4,5 metrlik to'sinlarimiz mana 1 pachka, 2 pachka, 3 pachka, 4 pachka holat. Uy to'sin, bu ham ayvon to'sin emas, holatlari juda ham zo'r holat. Hozirgi kunda 4,5 metrlik to'sinni hop 100 mingga ham olsa bo'ladi, 110 mingga ham olsa bo'ladi. Bizdagi uy to'sin chiroyli holat, o'zimiz kesib razmerlaganmiz. Bir donasini 120 ming so'mdan hisoblayveramiz. Uzunligi 4,5 metrlik. Farg'ona viloyat Vodiychi bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor aziz qadrdonlar. Mana 4,5 metrlik mana quruq holati mana. Bular ho'l yangi terilgan, quruq desangiz quruq, ho'l desangiz ho'l. Hamma razmerdan bor. Bular 5 metrlik o'ta sredniy to'sinlar. Bular birinchi pachka baquvvat padbor terilgan. 6 metrlik to'sinimizni ham sizlar bilan narxini bo'lishdi. Endi 4 metrlik to'sinlarimizni boshlaymiz mana. Mana akalar 4 metrlik quruq to'sinlarimiz. Holatlari juda ham ideal holat. Bularimiz oshiqcha baquvvat bo'lmaydi aziz qadrdonlar. Mana. Mana turgan hammasi 4 metrlik to'sinlarimiz mana. Bular oshiqcha baquvvat bo'lmaydi. 3.30, 3.5 joylarga moslangan holatda kesilgan. Ayvon to'singa, molxonalarga, chiroyli bir masofasi kalta joylarga 3.30, 3.5 joylarga tushadi. Uzunligi 4 metrlik holat. Bularimizni bir donasi hozirgi kunda 75 ming so'mdan 85 minggacha bo'lgan holatlari bor. Mana 4 metrlik to'sinlarimiz. Bular mana 3 metrlik to'sinlarimiz mana. Holatlari juda ham zo'r. Bularimiz hop 222 metrlik joylarga tushadigan holatda bo'ladi. Bir donasi 50 ming so'mdan 65 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. 3 metrlik to'sin. Nechta desangiz bor. Mana akalar endi to'sinlarni ko'rsatdik sizlarga. Tom taga ketadigan mahsulotlar. Sarrobli, ustumli, kashayli, strabila, sarrob shu 4 metrdan tortib 6 metrgacha bo'lgan o'lchamdagi yog'ochlarimiz sizlarga narxlari bilan bir tanishtirib boramiz. Bularimiz 4 metrlik ustumlarimiz. Bularimiz xo'p, masofasi kalta, loy bosilmaydigan ayvonlarga to'sinni qatorida tashlatsa ham bo'laveradi. Baquvvat strapili bir dona shularimiz xo'p 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. Uzunligi 4 metrlik holat. Bularimiz strapilaga ham ishlaveradi, sarrobdagi ustunga ham ishlaveradi. Masofasi kalta joylarga, hojatxonalarga to'sinni qatorida tashlasangiz ham bo'laveradi. Holatlari yaxshi holat, ja unaqa baquvvat emas, ja ingichka emas, holati yaxshi. Ustumli. 40 mingdan 50 ming so'mgacha. Bularimiz 5 metrlik sarrobligimiz mana. Holatlari juda ham zo'r holat, uzunligi 5 metr. Donasi 60 ming so'mdan beryapmiz mana. 5 metrlik holat. Ob'yomlarimiz bor. Kimga nechta zaril bo'lsa behijolat bitiraveramiz mana aziz qadrdonlar. Bitta joydan ishlaysiz, tekis tiniq bo'lib chiqib ketadi. 4 metrlik to'sinlarimiz. Endi 6 metrlik sarrob strapilalarimiz, 5 metrlik sarrob strapilalarimiz ko'rsatamiz. Mana akalar, katta ob'yomda mahsulotlar kimga zarur bo'lsa, ikkilanmay ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib sizlar uchun terib, maxsus qilib qo'ydik. Xo'p, endi 6 metrlik sarrobligimizga keldi. Bularimiz mana 6 metrlik sarrob mana shifr tagiga, strapilarni qatoriga, strapila qatoriga ham ishlatsalaringiz bo'laveradi. Kimgadir baquvvat zo'r narsa kerak bo'ladi, kimgadir o'rtacharog'i, cho'ntagiga qarab hisoblanaveradi. Bularimiz bir xilda terilgan, ichida ingichkasi yo'q, uzunligi 6 metrlik holat. Shularimizni bir donasini hozirgi kunda 75 ming so'mdan 90 minggacha bo'lgan holatlari bor. 6 metrlik sarrobli. Endi bularimiz strapilalarimiz mana. 6 metrlik uzunligi xo'p 50 ming so'mdan 65 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. Uzunligi 6 metrlik ingichkaroq. Padbor qilib terganmiz. Yog'onini alohida qilib, ingichkasini alohida qilib terganmiz mana. 6 metrlik strapilalar bular. 50 ming so'mdan 65 minggacha.
Bularimiz 5 metrli sarg'ob strapilalarimiz mana. 50 ming so'mdan hisoblayveramiz donasini. Ustunga, kashakka, strapilaga, mana yumaloq so'raganlarga donasini 50 ming so'mdan hisoblayveramiz. Mana akalar, hozir yumaloqlarimizni ko'rsatdik degan umiddaman. Yana nima kamchiliklar bo'lsa, aloqaga chiqib so'raverasizlar. Barcha materiallar bor. Endi Pilaramadan chiqqan mahsulotlarni ko'rsatamiz. Brus, strapel, murlat, reyka, shu barcha mahsulotlar narxlari bilan sizlarga batafsil tanishtirib boramiz. Bularimiz 4 metrli 4 ga 4 egalarimiz mana. 4 metrli pachka. Hop, mana pachkamizni bu to'rttasi ag'idan to'rtta, bag'idan to'rtta 2 metrdan kelgan ulog'i bo'ladi. Razmeri 4 ga 4 chiqqan, holati yaxshi. Uzunligi 4 metrli pachkamiz metrini 4,5 ming so'mdan beryapmiz. 3 metrli holatlari bor, 4 ming so'mdan. Bularimiz murlatlilarimiz mana sesmani ustiga, to'rtburcha korobkani ustiga qatirib, simlab aylab, to'zon qatiriladi 70-70 dan. Mana holatlari yaxshi holat. Bular garbilroq bo'ladi, unaqa toza bo'lmaydi. To'sin ishlaydigan baquvvat bo'ladi. Uzunligi 4 metr murlat chorchuplarimiz. Donasi 45 minggacha sotyapmiz. Az qadrdonlar 40 ming so'mdan hisoblayveramiz. Iloji boricha real narxlari bilan tanishtiryapmiz. Oxirgi narxlari bilan behijolat aloqaga chiqib ishlaringizni bitiraverasizlar. Xo'p, bularimiz 3 metrli strapilalarimiz mana. 12 qalinligi 4, uzunligi 3 metr, 30 ming so'm donasi. Bularimiz 3 metrli bruslarimiz. Uzunligi 3 metr, eni 13, qalinligi 7. Bularimiz primichkaga, to'singa, sarrobga, ustunga ham ishlayveradi, razmeriga chiqqan faqat. Uzunligi 3 metr, bir donasi 60 ming so'mdan. Bularimiz 4 metrli bruslarimiz mana. Bularimiz 330, 3,5, 360 joylarga tushadigan to'sinligimiz razmeriga chiqqan. Eni 13, qalinligi 7. Uzunligi 4 metr. Bir donasi 90 ming so'mdan beryapmiz. Bularimiz ham sarrobga ishlatsalaringiz bo'laveradi. Baquvvat, chiroyli bir xilla chiqadi. To'singa ham ishlatsalaringiz bo'laveradi. Cheklanmagan miqdorda bor. Bitiraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Uzoq yaqindan behijolat. Bularimiz 4 metrli strapilalarimiz. Eni 12 ga, qalinligi 4, uzunligi 4 metrli top toza holat, 4 tomoni 4 burchak bo'ladi. Yoqmaganini ajratib qo'yasizlar. Yoqqanini yuklanaveradi. Donasini 55 minggacha sotyapmiz. 50 ming so'mdan hisoblayveramiz. Bularımizdan ham cheklanmagan miqdorda bor, aziz qadrdonlar. Endi vassalilarimizni ko'rsatamiz mana. Kuzatib boringlar. Yuqurmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga podelitsa qilib jo'natib qo'yasizlar. Aziz qadrdonlar, shu videomizni chekkacha ko'rayotgan bo'lsalar, chiroyli like bosib, qo'llab-quvvatlab yuqurayotgan akalarimizni jo'natib qo'yasizlar. Mana akalar, vassalilarimiz garbil vassa deyiladi. Bular lentani ustidan, katta g'o'lalar ustidan shilib olingan garbil vassa. Uzunligi 4 qilib terilgan, eni biriga bularimiz 1 metrdan tortib baquvvat holat, to'sindan to'singa minadigan baquvvat holat, 1 metrdan 2 metr, 2,5 metr, 3 metrgacha uloqlari bor. Biz shunchaki 4 metr qilib terib kvadratini chiqarib olganmiz. 1 kvadrat metri shularimiz 15 ming so'mdan 18 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. Hozir sotib oz qoldi. Aloqaga chiqsalaringiz behisob, xudo xolos cheklanmagan miqdorda bitirib beramiz. Aziz qadrdonlar, katta vassalarimiz, shifrlarimizga narxini ko'rsatamiz hozir. Bularimiz 4 metrli uzunasi vassaligimiz mana. Eni birga uzunligi 4, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Bularimizni xo'p 25 mingga sotyapmiz. Kelishtirib, kami bor, kamaytirib beramiz. Aziz qadrdonlar, aloqaga chiqsalaringiz hisob. Uzunligi 4 metr, eni 1, ulog'i yo'q, kaltasi yo'q, xudo xolasa 4 metrli holat. Bularimiz 2 metrli vassaligimiz. 2 metrga bag'i 2 metr, qatoriga 15 tadan terilgan, 11 ta, 12 ta bas. Xilgi joylarda 12 ta, 11 ta teriladi. 1 kvadrat metrni 9 ming, 10 ming so'mga sotishadi. Xo'p, bularimizni 1 kvadrat metrini biz 12 ming so'mdan 14 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. 2 ga 2 holat. Mana. Endi shifrlarimiz. Bu shifrlarimiz Quvasoy Eko deyiladi. 5 yil garantiya. Kimga zarar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.
300 tagacha 300 tadan baland bo'lsa vodiy ichi bo'ylab dastavka bepul bo'ladi. Bir donasini 45,5 ming so'mdan beryapmiz. 46 ming, 47 mingga chet o'zi sotyapmiz. 45,5 ming so'mdan hisoblayveramiz aziz qadrdonlar. Mana. Mana akalar, xudo xolasa yuklarimiz yana nima kamchilik bo'lsa aytaverasizlar. 100% ishlaymiz, chiroyli qilib, tiniq qilib bitkazib beramiz. Biz birinchi qo'lda olmaymiz, o'zimiz taydan kesib, olib kelib shunaqa qilib ulashamiz aziz qadrdonlarga, yurtdoshlarimizga. Yaxshi kunda uy qurayotgan, yaxshi niyatda to'y qilaman, uy quraman deb yurgan akalarimizga shu videomizni jo'natib bersanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli shekkacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, qo'llab-quvvatlab uy qurayotgan akalarimizni jo'natib bersanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.